Kuz-qish mavsumi yo'llar uchun sinov davri. Ob-havo sharoitining keskin o'zgarishi, qor va muzlamalar avtomobil yo'llarining holati hamda harakat xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, har yili ushbu mavsumni betalofat o'tkazish, transport vositalarining uzluksiz harakatini ta'minlash maqsadida avtomobil yo'llari tizimida keng ko'lamli tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi. Shu doirada Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasining majlislar zalida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni jadallashtirish va texnikalarni shay holatga keltirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tadbirda avtomobil yo'llari texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi davlat muassasasi vakili Nuriddin Usmanov, boshqarma boshlig'i Umirbek Matnazarov hamda boshqarma tarkibidagi tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasalari rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilish davomida tumanlardagi tashkilotlarning kuz-qish mavsumi uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlari, qum va tuz zaxiralari, shuningdek, mavjud texnikalarning tayyorgarlik darajasi yuzasidan hisobotlar tinglandi. Ma'lumotlarga ko'ra, boshqarma tarkibidagi tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasalarida ushbu mavsum uchun 3100 tonna tuz, 4360 metr kub qum va 3710 metr kub qum tuz aralashmasini rezerv qilish rejalashtirilgan edi. Bugungi kunda esa bu ko'rsatkichlar rejadan oshib, 3500 tonna tuz, 5510 metr kub qum va 4580 metr kub qum tuz aralashmasi tayyorlab qo'yilgan. Shuningdek, 281 dona sirpanchiq yo'l belgisi o'rnatish uchun tayyor holatga keltirilgan. 912 nafar ishchi xodim issiq kiyim-bosh bilan ta'minlangan. Mavsumiy ta'mirlash ishlari uchun esa 2530 tonna sovuq asfalt qorishmasi zaxiraga olinib, foydalanishga tayyor holatda saqlanmoqda. Bundan tashqari, 122 ta mashina va mexanizmlar ham kuz-qish mavsumida uzluksiz xizmat ko'rsatishga to'liq shay holatga keltirilgan. Yig'ilishdan so'ng markaz mas'ul xodimlari va boshqarma vakillari hamkorligida Taxyatosh, Qanliko'l, Mo'ynoq, Beruniy hamda Ellikqal'a tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasalari, shuningdek, Qoratov yo'llardan muntazam foydalanish davlat muassasasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlari o'rganildi. O'rganishlar davomida yo'l bo'limlaridagi ta'mirlash ishlari sifati, yo'lchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, qum-tuz rezervlari holati va texnikalarning shaylik darajasi ko'zdan kechirildi. O'tkazilgan o'rganish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tizimidagi tashkilotlarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari yuqori sur'atlarda olib borilmoqda. Bu esa albatta sovuq mavsumni xavfsiz va uzluksiz harakat sharoitida o'tkazishga xizmat qiladi.